Ustozning tabarruk izlarini izlab, adabiyotimizning va san'atimizning bayroqdori bo'lgan birinchi o'zbek xalq yozuvchisi va shoiri, otashqalb ma'rifatchi, ozodlik va xalq baxt saodati yo'lida tinmas kuychi kurashchi, fidoi inson Hamza Hakimzoda Niyoziy o'ldirilishi bilan bog'liq materiallar. İçimde to'lqinlanar alam va firoq. Bu yerlarda kezganda bir shoir og'am. Qani izlarin o'psam, so'yla, yel, ko'l, tog'. Oybek. Shohimardon, tog'lar qo'ynida pinhon, go'zal diyor, ko'ksingda dahshatli achchiq, qanday qonli sirlar bor, yurak zirqirar. Bosadi xotiralar, qora bosiriq. Oybek. Fitna. Hamzaning Shohimardonda qolishi mozor orqasida tirikchilik o'tkazayotgan shayxlar va xo'jalar uchun o'lim bilan baravar edi. Shuning uchun ham ular o'z hayotlarini saqlash yo'lida bir tanu bir jon bo'ldilar. Bu uyushgan omma Hamzaning mozor o'rnida qiroatxona ochish to'g'risidagi qaroridan keyin yashash uchun himoya emas, balki kurash taktikasini o'ziga dastur qilib oldi. Bir guruh shayxlar va xo'jalar Marg'ilonda maxfiy yig'ilish o'tkazib, Hamza ustidan Farg'ona okrug prokurori nomiga ariza yozishga jazm qildilar. Hamzaning go'yo xuda behudaga dehqonlarni yig'ib majlis o'tkazaverishi ularning ko'klam mehnati bilan shug'ullanishlariga halal berayotgani, Shohimardon ahlining to'y ma'rakalariga aralashib ularni taqiqlayotgani, na sovuq, na issiq demay, batraklarni ishlatib, ular yelkasini yag'ir qilayotgani, aziz shayxlarni so'kib, xo'jalarning muborak avlodini behurmat va badnom qilayotgani ustidan yozilgan bu arizaga 100 dan ortiq imzo to'pladilar. Ular baxtiga o'sha kunlarda Tillaboyev degan o'rtahol bir dehqon to'y o'tkazib, unga xo'jalar bilan birga dehqonlarni ham taklif etgan edi. Ana shu to'yda hozir bo'lgan xo'jalar ijroqo'mga xat yozib, un, bug'doy, qand, shakar kabi mahsulotlarni berishni so'radik degan vaj kor bilan arizaga dehqonlarning ham qo'l qo'yishlariga erishdilar. Tarixga 108lar arizasi degan nom bilan kirgan ish ana shu tarzda maydonga keldi. 1928-yil noyabrning so'nggi kunlarida Oltiariq depara militsiyasi shu ariza yuzasidan tekshirish o'tkazib, 3 kun davomida shikoyatchilar bilan ham, arizani yozishda tashabbuskor bo'lganlar bilan ham suhbatlashib chiqdi. Bu orada qancha mishmishlar tarqaldi, lekin tekshirish natijasida arizada Hamzaga qo'yilgan ayblarning aksari tuhmat bo'lib chiqdi. Hamza 108lar arizasiga to'g'rirog'i uni tashkil etgan va batrak dehqonlarni aldab qo'l qo'ydirgan unsurlarga javoban dekabr oyining so'nggi kunlarida Yangi Farg'ona ro'znomasida Shohimardon to'nqarg'alari degan tanqidiy maqolani bosib chiqarishga erishdi. Bu maqolada Alixon Xonxo'ja o'g'li va Umarali Oxunxo'ja o'g'li boshchiligidagi 18 nafar mushtumzo'rlar, tekinxo'rlarning ismlari tilga olingan va yuqorida nomuboraklari yozilgan zoti bebarakotlarni Shohimardondan yo'qotish masalasiga Firqo'm, Ijroqo'm ham qo'shchi qo'mitasidan talab qilingan edi. Nazarimda bu zaharli maqolaning bosilib chiqishi har ikki kuch o'rtasidagi hayot-mamot jangiga yangi nafas bag'ishladi. Hamza nazarida bu jang taqdiri allaqachon uning foydasiga hal etilgan edi. U hatto 1928-yil 7-noyabr kuni Shohimardon mehnatkashlari bilan tushgan surat tagiga Shohimardon xurofoti 11-oktyabr
sotsialistik revolyutsiyasiga 100% bitirildi deb yozib qo'ygan bo'lsa-da, shayx va xo'jalar bu masalada boshqacha fikrda edilar. Ular iltimos va shikoyatlar yordami bilan Hamzadan najot topish ilojini qila olmagach, so'nggi chorani qo'llamoqchi bo'ldilar. Ibrohim xo'ja va Tursunqori Shohimardonlik qarindoshlari Jalol xo'ja va Hidoyat xo'ja Ismoil mutavallilar nomiga xat yozib, ularni Hamzaga nisbatan qat'iy chorani ko'rishga da'vat etdilar. Bu xatda chunonchi bunday so'zlar bor edi. Uning zaharli so'zlaridan bag'rimiz teshildi. Bosh ko'tarib yurishga ham ilojimiz qolmadi. Ilgari bizga mute bo'lgan, og'zidan gapi tushgan yalangoyoqlar endi bizni pisand qilmay, sharmanda qila boshladilar. U battol qayerdan keldi, bilmay qoldik. Har yo'l bilan odamlarni qo'zg'ab, nima bilan bo'lsa ham g'isht qolipidan ko'chsin, sirimiz ko'chaga chiqmasin, jon qarindoshlar. Ish bitib g'isht qolipidan ko'chganidan keyin shovqin suron ko'tarib, mozorni buzmoqchi bo'lgani uchun ko'pchilik qildi deb jar solinsa, batraklar o'zi bir-birini ushlab, o'zaro talashib ketadilar. Biz inshaalloh o'zi asrasa qutulib qolamiz. Bu xatdan keyin Hidoyat xo'ja Dada xo'ja o'g'li, Jalol xo'ja Kamol xo'ja o'g'li, Ma'rufxon Oxun xo'ja o'g'li, Alixon Xon xo'ja o'g'li singari 10 dan ziyod xo'jalar Xurram Xoliq o'g'lining uyida uchrashib, Hamzani gumdon qilish yo'lini kelishib oldilar. Ammo Hamza nazarida Shohimardon shayxlari taslim bo'lib, kuni kecha bid'at va xurofotning Farg'ona vodiysidagi so'nggi o'chog'i bo'lgan maskanda ro'y berayotgan voqealarga o'lik quzg'unlarning ko'zlari bilan qarayotgandek edi. U Shohimardonda 8-mart bayramini 8 nafar ayolning faranjidan xalos etilishi bilan nishonlab, Qo'qonga Farg'ona okrug ijroiya qo'mitasining qurultoyida qatnashish uchun ketar ekan, faqatgina bir kishidan artelga kirib doim o'zining pinjida yurgan, ammo hamma gapni xo'jalarga to'kmay netmay yetkazib turgan G'iyos xo'ja Salohiddin xo'ja o'g'ligagina ko'z quloq bo'lib turishni tayinladi va martning 14-15 kunlaridan kechikmay kelishini aytdi. Xo'jalar ana shu Hamzasiz fursatdan foydalanib, uni mahv etish rejasini mufassal ishlab chiqdilar. G'iyos xo'ja Salohiddin xo'ja o'g'li Shohimardon xo'jalarining topshirig'i bilan Oltiariq Debara militsiyasiga borib, Hamza va uning kotibi Abdulla Xotamovning xurofotga qarshi kurashda noto'g'ri ish olib borayotgani va bu ishlar Sovet hokimiyatining xalq o'rtasidagi obro'sini to'kayotgani to'g'risida shikoyat qildi. Militsiya boshlig'i Yusufjon Tojiyev esa unga bu ma'lumotlarni bosh siyosiy boshqarmaga yetkazish lozimligini maslahat qildi. G'iyos xo'janing so'nggi idoraga borib uchraganligi va bu uchrashuv qanday natija bilan tugagani to'g'risida afsuski ma'lumotlar saqlanmagan. Ammo u 17-mart kuni Farg'ona bozoriga borib, u yerda Mansurxon Oxunxo'ja o'g'lini uchratganida unga 18-mart kuni Hamzaning o'ldirilajagini aytgan. Shu orada voqealar oqimiga yana bir odam aralashadi. U 10-mart kuni Vodildan Hidoyat xo'ja Dada xo'ja o'g'li va Muzaffar xo'ja Ismoil xo'ja o'g'li nomiga maktub yo'llab, ulardan Hamzani daf qilishni so'raydi. Shohimardon xo'jalari 12-15-mart kunlari nishonlangan Qurbon Iyidi ayyomida bu masalani Ismoil xo'janing Novqatdagi muvaqqat uyida uzul-kesil hal qilishga kelishadilar. 15-mart juma kuni Ma'ruf xo'ja Oxun xo'ja o'g'li, uning ukasi Umaralixon va Alixon Xon xo'ja o'g'li 16-mart kuni ertalab esa Ko'kanboy To'raqul o'g'li Novqatga yetib keladilar. Ular Ismoil xo'ja mutavallining uyida to'planib, Hamza ustidan o'lim hukmini chiqargach, Tursunqori Mahamat xo'ja o'g'lining kuyovi Sobitjon Madali o'g'lining uyiga chiqib, u yerda suiqasd rejasini ipidan ignasiga qadar pishitib oladilar. Suiqasd tashabbuskorlaridan 17 kishi
Hidoyat xo'ja Dada xo'ja o'g'li, Jalol xo'ja Kamol xo'ja o'g'li, Munavvar xo'ja Mirza xo'ja o'g'li, Eshon xo'ja Dada xo'ja o'g'li, Muzaffar xo'ja Said xo'ja o'g'li, Yo'ldosh xo'ja Said Ahmad xo'ja o'g'li, G'iyos xo'ja Buzruk xo'ja o'g'li, Yusufxon Sobir o'g'li, To'xtasin xo'ja Hakim o'g'li, Isroil xo'ja Ismoil xo'ja o'g'li, Orif xo'ja Boybuva Oxun xo'ja o'g'li, Rahmonali Ma'murali o'g'li, Xurram Xoliq o'g'li, Akbar Madrayim o'g'li, Nishon Said Ahmad o'g'li, Kozimjon Saidali o'g'li 18-mart kuni sud materiallariga ko'ra o'z ta'sir doiralaridagi batraklarni ichirib, qonli fojiaga shay bo'lib turadilar. Suiqasd tashabbuskorlaridan 4 kishi: Bahodirxon Said xo'ja o'g'li, Boboxon Eshonxon o'g'li, Zokir xo'ja Hamid xo'ja o'g'li va Said Orif xo'ja Yoqub xo'ja o'g'li suiqasdning bo'lajak oqibatlaridan cho'chib, turli bahonalar bilan Shohimardon tuprog'idan chiqib ketadilar. Shohimardonda o'lim sharpasi keza boshlaydi. Birinchi qism tugadi. Ashurboy Bolqiyev o'qidi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.